o'zimizdan katta narsalar kutishimiz kerak. Keyingi iqtibosimiz noodatiy joydan oldik bu iqtibosni. Birinchi marta kinodan oldik. Va bu kinoni tavsiya qilaman. Guardians of Galaxy. Galaktika qo'riqchilari 3-qismi. High Evolutionary degan yovuz odam bo'ladi, qora tanli. Ana shu odamni yordamchilariga aytgan gapi. Agar kimni sivilizatsiyasida oldin o'ylanmagan o'ylarni o'ylash to'xtagan bo'lsa, u sivilizatsiya o'lishga mahkum deydi. Oldin o'ylanmagan o'ylarni, ya'ni birinchi marta o'ylanayotgan o'ylar bo'lmasa, biror joyda, shu joy deb aytaylik, ana shu joy sivilizatsiya o'lishga mahkum deydi. Yaxshi gap dedim, shu 2,5 soatlik kinoga ko'rganimga achinmadim, bitta iqtibos uchun endi. Original gapda. Xo'p, nima deyilgani? Ya'ni hech kim o'ylamagan o'ylar xayolingizdan o'tadi. Agar hech kim o'tmayotgan bo'lsa, oldin o'ylanmagan o'ylar xayolingizdan o'tmayotgan bo'lsa, bu miya o'limga mahkum ekanda. Endi baribir o'larkan bu miya. Ya'ni o'ldi nima degani desa, asosiy funksiyasini bajarmayapti degani. O'ldi degani shu, lampochka kuydi, lampochka o'ldi nima degani desa, ichidagi o'sha ledi kuyib qoldi degani. Lampochka o'zi turibdi tanasi. Lekin u yoritish vazifasini bajarmayapti. Ya'ni vazifasini bajarmay qo'ydi. Ana shu o'lim. Shuning uchun ham miyamiz o'lmasligini, o'lmayotganini va yashayotganini belgisi avval o'ylanmagan o'ylarni o'ylash. Ya'ni siz bitta narsani o'ylab o'tiribsiz, hech qayerdan o'qimagansiz uni. Birov sizga aytib bermagan. Hech qayerda ko'rmagansiz. Ikkita, uchta narsani bir-biriga qo'shib o'ylayapsizda, bu tabiiy. Lekin u o'zingizniki o'ylar, u fikrlar o'zingizniki, u gaplar o'zingizniki. Oldin o'ylanmagan. Bundoq qidirsangiz Google'dan hech kimning gapi bo'lib chiqmayapti. Bundoq yozsangiz hech qayerda kitoblarning ichidan chiqmayapti. O'tdan o'g'irlanmagan, plagiat emas, sizniki, o'zingizniki. Ana bu o'ylar o'ylanayotgan bo'lsa miyangizda. Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz, miyani to'g'ri joyda ishlatyapsiz. Endi savol tug'iladi. Qanday o'qisak, biz nima qilsak, hech kim o'ylamagan o'ylarni o'ylaymiz. Chunki biz kitob o'qigan bo'lsak, uni kimdir yozgan. Biz uni sotib olgan bo'lsak, u kitob demak sotuvga chiqqan, bestseller kitob bu demak katta ehtimol bilan. Biz bir tweet o'qiyotgan bo'lsak, u tweetni qani yuzlab odamlar o'qigan. Hech kim o'qimagan narsani o'qa olmasak, qanaqa hech kim o'ylamagan narsa haqida o'ylashimiz mumkin? Hech kim qilmagan ovqatlarni qiladi-ku mana povurlar. Yegansiz-ku mana unikal ovqatlar bor. Bizni menyu deydi, bizni salat deydi, unikal deydi. Qattan o'zi bunday o'ylab qarasangiz, oziq-ovqat mahsulotlarining 100 dan oshmaydi turi. O'sha pomidor butun dunyoda, o'sha pomidor, o'sha bodring, o'sha baqlajon, o'sha mandarin 100 ga 100 ta ingredient bor o'zi. Trufel deymizmi, shokolad deymizmi, shakar deymizmi, tuz deymizmi, spetsiya 100 taga borsa katta gap, boradan kestadir. Lekin har xil ovqatlar chiqadi. Demak, masala nimada ekan? Masala masalliqni o'zida emas ekan. Masala ularning kombinatsiyasida ekan. Kimdir ko'proq soladi, kimdir kamroq soladi, kimdir bir-biriga aralashtiradi, kimdir qizdiradi, kimdir birinchi olovga qo'yadi, keyin parga qo'yadi, kimdir parga qo'yadi, keyin olovga qo'yadi. Unikal ovqatlar hosil bo'ladi keyin. Hech qayerda yemagan ovqatlaringiz hosil bo'ladi. Bitta steykni o'zini aniq bitta steak house ga kirdim, 30 xil steak bor ekan. T-bone deydi, B-bone deydi, pajjarni medium grilled, high grilled deydi. Lekin bundoq qarasangiz, bu nima desam, go'sht. Shu qovurilgan go'sht bo'ldi. Hammasi qovurilgan go'sht. Lekin shuni 30 xili bor ekan. Hammasi keyin bir-biriga o'xshamas ekan. Va odamlar boshqa xilini yeyishga kelar ekan. Lekin hammasi qovurilgan go'sht, steak o'zi shu-da. Qovurilgan go'sht bo'lagida. Lekin shuni ham turlari bor ekan. Hammasi bir-biridan farqli va unikal, faqat o'sha yerda qilinganlari ham bor ekan. Demak, bizda kombinatsiyalar. Siz hech kim o'qimagan kitoblarni o'qishingiz kerak emas, shart emas, bunaqa kitoblar ham yo'q. Siz hech kim o'qimagan kombinatsiyani o'qishingiz kerak. O'zingizning unikal, o'zingizga xos bo'lgan kitoblar kombinatsiyasini o'qishingiz kerak. Demak, kitob tavsiyalar asosida emas, ya'ni ayniqsa bitta odam tavsiyasida emas, har xil odamlar tavsiyasida o'zingizning holatlaringizda o'qib chiqishingiz kerak. Bitta odam kirib turib, Twitterda nechta odam kuzatyapti? 10 tami, shu 10 tasini hammasini men kuzataman emas. Hech kim kuzatmaydigan odamlarni kuzatish emas, hech kim kuzatmaydigan kombinatsiyalarni kuzatish. Bu birinchi usul. Kombinatsiyalar. Ikkinchisi eski kitoblar va eski mualliflarni. O'ta eski. 1000 yil oldingi, 2 yil oldingi, 3 yil oldingi, 5000 yil oldingi misol uchun. Iliada qachon yozilgan? 3000 yil oldinmi Odissey? Shularni o'qish. Uzoq yillar oldingi narsalarni o'qish.
Chunki asosiy odamlar hozir biz oxirgi bir haftada, oxirgi 3 kunda tayyorlangan videolarni, tayyorlangan kontentlarni trendlar bilan yuribmiz-da. Bizga ko'rsatilmoqchi bo'lganlar bilan yuribmiz. Lekin yillar, ming yillar davomida saqlanib kelgan narsalarni o'qimayapmiz.